Strelka chizishni hali ham bilmaysizmi? Ishoning, bu reelsdan keyin aniq o'rganib olasiz. Qani ketdik. Birinchi bo'lib strelkamiz uzoq vaqt turib berib, oqib ketmasligi uchun pudrada yoki och tenni mashaqqa polni bo'ya olamiz. Menda Ariston pudrasi qizlar. Keyin bunaqa flor yoki o'zingizda bor podvodkadan foydalansanglar bo'ladi, lekin sizlar boshlang'ich hali o'rganish jarayonida bo'lsanglar va umuman strelka chizishni bilmasanglar, sizlarga chem bo'luvchi yordamga qalam keladi. Menda shunaqa Mona Lisani jigarrang qalam bor. Xohlasanglar qorasi chizsanglar ham bo'ladi. Men jigarrangda sizlarga ko'rsatib beraman. Ko'zimizni mana shu burchak qismidan boshlaymiz qizlar. Qoshinglarni sal ko'tarib turasizlar, jav tortib olmaysizlar. Shtobi tekis chiqishga to'g'riga qarab turib, bunaqa ozgina qoshlarni ko'tarib, to'g'riga qarab turib, burchagidan boshlab, mana videoda ko'rsatilgandek, sekin uchini chiqarishni boshlaysizlar. Keyin qoshlarni qo'yib turib, uzunligiga yoki kaltaligiga qarab turib, yana uzaytirsanglar bo'ladi va qalinliklarini to'g'rilab olasizlar o'zingizlar. Keyin barmog'ingizda, tirnog'ingizda shunday burchagini chiqarsanglar, shunaqa baylasizlarda strelka tayyor bo'ladi qizlar. Agar video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, podpiska bosib qo'ysanglar, juda ham xursand bo'laman. Hayani aytgancha hozir borib chizib ko'ring va sizlarda o'xshagan bo'lsa, kommentga o'xshadi deb yozib keting.